Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 12 avgustdan boshlab pensiya tizimida ayrim tartiblar o'zgaradi. Va bu o'zgarishlar nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki yaqin oylar yoki yillarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Eng muhimi, kimdir pulini vaqtida ola olmay qolmasligi, kimdir hujjatdagi xato sabab ortiqcha ovora bo'lmasligi, kimdir esa o'ziga tegishli qo'shimcha to'lov yoki qayta hisob-kitobni qo'ldan boy bermasligi kerak. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgaradi? Kim xavotir olish kerak? Kimlar uchun hammasi avvalgidek qoladi? Qaysi joylarda ehtiyot bo'lish kerak va amalda nima qilish zarur? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarga kerak bo'ladi. Men ko'p yillardan beri pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha murojaatlarni kuzataman. Odamlarning eng katta muammosi bitta. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar ko'pincha murakkab tilda tushuntiriladi. Oddiy pensioner esa mening pulim kamayadimi, ko'payadimi, qachon keladi, qayerga borishim kerak degan savollarga aniq javob topa olmaydi. Avvalgi tartibda ko'p masalalar qog'oz hujjatlarga, mahalla yoki tashkilotdan olingan ma'lumotnomalarga, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlarga bog'liq edi. Masalan, inson o'tib yil ishlagan bo'lsa ham, mehnat daftarchasida bir dona muhr noaniq bo'lsa, ayrim yillar stajga kiritilmay qolishi mumkin edi. Yoki odam boshqa tumanga ko'chib o'tsa, pensiya ishini ko'chirish uchun bir necha idora orasida yurishga to'g'ri kelardi. Ba'zan pensioner bank kartasiga pul tushganini bilmaydi. Ba'zan pochta orqali olishda manzil xatosi sabab to'lov kechikadi. Endi asosiy yo'nalish shuki, pensiya tizimida ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. To'lovlar aniqroq nazorat qilinadi. Pensionerning shaxsiy ma'lumotlari, yashash joyi, bank rekvizitlari, ish staji, boshqa ijtimoiy to'lovlari o'zaro solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan qulaylik beradi. Odam kamroq yuguradi. Ma'lumotlar tezroq tekshiriladi. Xatolar ko'rinsa tuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar sizning hujjatlaringizda xato bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, bank kartangiz ishlamayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki staj bo'yicha eski hujjatlar bazada ko'rinmasa, to'lovda kechikish, qayta tekshiruv yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. 12 avgustdan nimalar o'zgaradi deganda, men buni bitta gap bilan tushuntiraman. Tizim yanada aniqlashtirish rejimiga o'tadi. Ya'ni pensiya kimga, qancha, qaysi asosda, qaysi manzilga yoki qaysi bank kartasiga to'lanayotgani sinchiklab tekshiriladi. Bu albatta barcha pensionerlarning pensiyasi avtomatik kamayadi degani emas. Yo'q. Aksincha ko'pchilik uchun hech qanday salbiy o'zgarish bo'lmaydi. Ammo hujjati tartibsiz, ma'lumoti eskirgan, boshqa hududga ko'chib ketgan, bank kartasini almashtirgan, chet elga uzoq muddatga ketgan yoki pensiyani ishonchnoma orqali oldirayotganlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Birinchi navbatda hozir pensiya olayotganlar o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 6 akasi yosh otaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Kartaning muddati iyul oyida tugagan, lekin u buni sezmagan. Avval ba'zan bank avtomatik yangi karta chiqarib berardi. Lekin pensioner bo'lmasa, karta qo'lga olinmagan bo'ladi. 13 avgustdan keyingi tartibda to'lov yuborilganda bank rekviziti faol bo'lmasa, pul tushishi kechikishi mumkin. Bu yerda pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin odam 5-10 kun, ba'zan undan ham ko'proq kutib qolishi mumkin. Shuning uchun kartaning muddati, telefon raqamingiz bankda to'g'ri ko'rsatilgani va SMS xabarnoma ulangani tekshiring. Ikkinchi toifa, naqd pulni pochta orqali oladigan pensionerlar. Qishloq joylarda yoki yoshi katta onaxon otaxonlar orasida bundaylar ko'p. Agar manzil eski bo'lsa, masalan, propiska boshqa joyda, amalda esa farzandining uyida yashayotgan bo'lsa, pochtachi odamni topolmasligi mumkin. Ilgari mahalla shu yerda turibdi deb aytib berardi. Endi esa bazadagi manzil asosiy rol o'ynaydi. Masalan, onaxon Samarqanddagi uydan qizining oldiga Jizzaxga ko'chib kelgan, lekin rasmiy yashash joyini o'zgartirmagan. U pensiyani olayotganda har oy muammo bo'lmasa ham, tekshiruv paytida savol tug'ilishi mumkin. Pensioner qayerda yashayapti? To'lov qayerga yetkazilsin? Tirikligi va huquqi tasdiqlanganmi? Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l yashash manzilini tartibga solish yoki pensiyani bank kartasiga o'tkazish haqida o'ylab ko'rish. Uchinchi toifa, pensiyani ishonchnoma orqali oldirayotganlar.
Bu juda muhim. Ko'p oilalarda keksa ota-ona kasal bo'ladi. Yura olmaydi. Pensiyani o'g'li yoki qizi olib keladi. Bu qonuniy bo'lishi uchun ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, hujjatlardagi ism familiya to'g'riligi muhim. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, oldin ham olib yurgan edim degan gap yetarli bo'lmaydi. Masalan, 1 yilga berilgan ishonchnoma 10 avgustda tugaydi. 13 avgustdan keyin farzand bankka borsa, unga pul berilmasligi mumkin. Chunki tizimda vakolat yo'q deb chiqadi. Bu holatda pensioner puldan mahrum bo'lmaydi. Lekin yangi ishonchnoma rasmiylashtirilmaguncha pulni olish qiyinlashadi. 4-toifa pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lganlar. Men aynan shu guruhga alohida urg'u beraman. Chunki hozir tayyorgarlik ko'rgan odam keyin kamroq qiynaladi. Erkaklar va ayollar pensiya yoshiga yaqinlashganda faqat yosh yetishini kutib o'tirmasligi kerak. Mehnat staji, ish haqi, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, yakka tartibdagi tadbirkorlik davri, fermer xo'jaligidagi ish davri, bularning hammasi tekshiriladi. Agar siz 1990 yillarda ishlagan bo'lsangiz, tashkilot yopilib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha yillardagi ish stajini tasdiqlash uchun arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Elektron bazada hammasi to'liq bo'lmasligi mumkin. Demak, men ishlaganman. Hamma biladi. Degan gap pensiya hisoblashda yetarli emas. Hujjat kerak. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar, ayrim pensionerlar pensiya oladi va shu bilan birga rasmiy ishlaydi. Bu yerda asosiy masala daromad va ijtimoiy ajratmalar to'g'ri ko'rsatilganmi? Mehnat shartnomasi rasmiylashtirilganmi? Pensiya turi bo'yicha cheklov bormi? Shularni bilish. Hamma pensiyalar bir xil emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, bularning shartlari farq qiladi. Masalan, bir odam yoshga doir pensiya olib ishlayotgan bo'lsa, odatda bu boshqa masala. Lekin nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan odamning tibbiy ko'rik muddati, nogironlik guruhi tasdig'i, qayta ko'rik sanasi muhim bo'lishi mumkin. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddati o'tib ketsa, to'lovda tanaffus yuzaga kelishi ehtimoli bor. Endi real hayotga yaqin raqamli misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol 30 yoshlik 25 yil rasmiy ishlagan. Lekin mehnat daftarchasida 1996-2001 yillar oralig'ida ishlagan zavod yozuvi bor, ammo muhr yomon bosilgan. Agar arxivdan tasdiq olinmasa, 5 yil staj hisobga olinmay qolishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Faraz qilaylik, staj to'liq tasdiqlansa, unga 1.900.000 so'm atrofida pensiya chiqishi mumkin. Lekin 5 yil tushib qolsa, miqdor kamayadi. Aniq summa har bir odamning ish haqi va stajiga bog'liq, lekin prinsip shunday. Hujjat yo'q, kitobda muammo bor. Ikkinchi misol, 7 yoshli ayol pensiyasini qizning kartasiga turishni xohlaydi. Buni to'g'ri yondashuv. Pensiya odatda pensionerning o'z nomidagi hisob raqamiga yoki qonuniy vakil orqali rasmiy asosda berilishi kerak. Qizim ishlatadi, o'zi olib beradi deyish oilaviy jihatdan qulay tuyuladi, lekin huquqiy jihatda savol tug'diradi. Keyin aka-uka o'rtasida nizo chiqsa, onaning puli kim tomonidan olingani, qanday sarflangani muammoga aylanadi. Shuning uchun karta pensioner nomida bo'lsin, agar o'zi foydalana olmasa, ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilsin. Uchinchi misol, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan belgilangan muddatda qayta o'tish kerak. U sanani unutdi, bir oy kechikdi. Tizim buni ko'rishi bilan to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta tasdiq talab qilinishi mumkin. Odam keyin nega pensiyam kelmadi deb yuradi. Aslida sabab bitta, hujjat muddati tugagan. Demak, nogironlik guruhi parvarish nafaqasi yoki boshqa maxsus to'lovlar bo'yicha muddatlarni alohida daftar yoki telefonga yozib qo'yish kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshishi yoki qayta hisoblanishi avtomatik bo'lishi har doim ham degani emas. Ba'zi holatlarda davlat bazalarida ma'lumot bo'lsa, qayta hisoblash avtomatik amalga oshishi mumkin. Lekin agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi arxiv hujjati bo'lsa, uni olib bormasangiz, tizim o'zi bilib qolmaydi. Masalan, ayol kishi 3 nafar farzand parvarishi davrini stajga kiritish masalasida hujjat taqdim etishi kerak bo'lishi mumkin. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, bu haqdagi hujjatlar kerak bo'ladi. Familiya masalasi juda ko'p muammo keltiradi. Mehnat daftarchasida Karimova, pasportda Karimova, nikohdan oldin Tursunova bo'lgan bo'lsa, zanjir to'liq isbotlanishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat
boshqa davlatda yashasa pensiyani olish tartibi bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Eng katta muammo tiriklikni tasdiqlash. Yashash joyi va vakolatli shaxs masalasi. Ba'zan farzandlar otam Rossiyada pensiyasini men olib turaman deyishadi. Agar hammasi ishonchnoma bilan qonuniy bo'lsa, muammo kamroq. Ammo ishonchnoma muddati tugasa yoki pensionerning holati bo'yicha rasmiy tasdiq talab qilinsa, to'lovda savol tug'iladi. Shuning uchun chet eldagi pensionerlar konsullik, notarius yoki tegishli idoralar orqali hujjatlarni oldindan tartibga solishi kerak. Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya. Odamlar ko'pincha faqat kam to'lab qo'yishmasin deb o'ylaydi. Lekin ortiqcha to'lov ham muammo. Agar fuqaro biror ma'lumotni vaqtida xabar qilmasa, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tugatsa yoki o'qishdan chetlashtirilsa, lekin to'lov davom etsa, keyin ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu 200 ming so'm emas, bir necha oy yoki yil davom etsa, millionlab so'mga aylanadi. Shuning uchun pensiyaga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarish, ishga kirish, o'qishni tugatish, manzil o'zgarishi, nogironlik guruhi o'zgarishi, bank rekviziti o'zgarishi tegishli idoraga xabar qilinishi kerak. 4-chi nozik jihat telefon firibgarlari. Har safar pensiya tizimida o'zgarish bo'lsa, firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, 2 avgustdan pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni tekshirib beramiz, SMS kodini ayting deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqamingizni amal qilish muddatini, CVV kodini aytmang. Pensiya jamg'armasi, bank yoki boshqa rasmiy idora sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol o'chirib qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-chi nozik jihat hamma pensiyasi oshadi degan mish-mishlar. Har qanday sana atrofida internetda turli gaplar tarqaladi. 2 avgustdan hamma pensionerga 500 ming so'mdan qo'shiladi. Pensiya olmaganlarga kompensatsiya beriladi. Kartaga o'tmaganlarning pensiyasi bekor bo'ladi. Bunday gaplarga ishonmang. Pensiya miqdori faqat rasmiy qaror, farmon, qonun yoki belgilangan indeksatsiya asosida o'zgaradi. Agar oshirish bo'lsa, kimga qancha, qaysi sanadan, qaysi manba hisobidan berilishi rasmiy e'lon qilinadi. Men sizlarga doim bir narsani aytaman. Eshitgan xabaringizni kamida 2 joydan tekshiring. Pensiya jamg'armasi davlat xizmatlari portali, bank yoki mahalliy ijtimoiy himoya idorasi orqali. 6-chi nozik jihat pensioner vafot etganidan keyingi to'lovlar. Bu og'ir mavzu, lekin bilish kerak. Agar pensioner vafot etsa, oila a'zolari bu haqda tegishli idoralarga xabar berish kerak. Ba'zan karta uyda qoladi. Oila pensiya tushganini ko'rib ishlatib yuboradi. Keyin bu pul noqonuniy olingan deb hisoblanishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shu bilan birga dam puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha qonuniy tartiblar bo'lishi mumkin. Demak, bunday vaziyatda yashirmasdan hujjat bilan murojaat qilish to'g'ri yo'l. Endi eng muhim qism, siz bugundan boshlab nima qilasiz? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID kartadagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHSH yer raqami, yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar familiya almashgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlarni alohida papkaga solib qo'ying. Keksa ota-onangizning hujjatlarini farzandlar ham bir marta ko'zdan kechirsin. Ikkinchi qadam, pensiya to'lov usulini aniqlang. Pensiya bank kartasiga tushyaptimi yoki pochta orqali olyapsizmi? Agar bank kartasi bo'lsa, karta muddati tugamaganmi? Karta pensionerning o'z nomidami? Bankdagi telefon raqam hozir ishlatyaptigan raqammi? Shularni tekshiring. Bankka borganingizda pensiya tushadigan hisob raqami faolmi? Karta muddatim qachon tugaydi? SMS xabar ulanganmi deb so'rang. Agar naqd olayotgan bo'lsangiz, pochtadagi manzilingiz to'g'riligini tekshiring. 3-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz yoki boshqa qarindoshingiz olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddat qachon tugashini yozib qo'ying. Muddati tugashidan oldin notariusga murojaat qiling. Ishonchnomada aynan pensiya olish, bank hisobini yuritish yoki kerakli vakolatlar aniq yozilgan bo'lishi kerak. 4-qadam, mehnat stajini tartibga soling. Pensiyaga chiqmagan lekin yaqinlashayotganlar uchun bu eng muhim vazifa. Mehnat daftarchangizni toping. Undagi barcha yozuvlar o'qiladimi, muhrlar bormi? Ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'rimi? Tekshiring. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilib, ma'lumotnoma oling. Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz,
soliq to'lovlari va ijtimoiy ajratmalar bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Agar harbiy xizmat qilgan bo'lsangiz, harbiy biletni tayyorlang. Ayollar bola parvarishi davri uchun farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalarini tayyorlab qo'ysin. 5-qadam, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishdan qo'rqmang. Ko'p odam borib nima qilaman? Baribir javob berishmaydi, deydi. Lekin yozma murojaat qilsangiz sizda iz qoladi. Murojaatda aniq yozing. Mening pensiya to'lovim bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni so'rayman. Bank rekvizitim o'zgargani sabab bazaga kiritib berishingizni so'rayman. Mehnat stajimning faoliyatlarini qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Hujjat topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling yoki elektron murojaat raqamini saqlang. 6-qadam, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki boshqa maxsus to'lov oladiganlar muddatlarini tekshirsin. Tibbiy ko'rik sanasi. O'qish joyidan ma'lumotnoma muddati, vasiylik yoki homiylik hujjatlari, bolaga parvarish bo'yicha asoslar hammasi tartibli bo'lishi kerak. Birgina muddat o'tib ketgani uchun oila bir oy pul kutib qolishi mumkin. 7-qadam. Oila ichida tartib qiling. Men buni juda amaliy maslahat sifatida aytaman. Har bir pensionerning uyida bitta papka bo'lsin. Unda pasport nusxasi, pensiya hujjati, bank shartnomasi yoki karta ma'lumoti, ish ishonchnoma nusxasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari nusxasi, nikoh guvohnomasi bo'lsin. Hujjatlar bir joyda tursa, favqulodda vaziyatda ham oila sarson bo'lmaydi. 8-qadam. Rasmiy xabarlarni kuzating. Telegramdagi noma'lum kanallar, qo'rqituvchi sarlavhalar, tezda tarqating degan xabarlar bilan qaror qabul qilmang. Rasmiy manbalarni ko'ring. Agar tushunmasangiz, izohlarda savol yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Demak, 12 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, pensiya tizimida ma'lumotlar aniqroq tekshiriladi. To'lovlar tartibi intizomliroq bo'ladi. Hujjatdagi xatolar esa ko'proq ko'zga tashlanadi. Bu ko'pchilik pensionerlar uchun xavf emas, lekin tayyorgarlik ko'rmaganlar uchun ovora bo'lish ehtimoli bor. Sizning vazifangiz oddiy, hujjatlarni tekshiring. Bank kartangizni nazorat qiling. Manzilingizni tartibga soling. Ishonchnoma muddatini unutmang. Staj bo'yicha dalillarni oldindan yig'ing va firibgarlarga aldanmang. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videodagi maslahatlarni bugunoq ularga ayting. Ayniqsa yoshi katta ota-onalar ko'pincha telefon firibgarlari va hujjat muddati masalasida qiynaladi. Bir marta tekshirib qo'yish keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Sizda pensiya bo'yicha qanday savol bor? Pensiyangiz kechikkanmi? Stajingiz hisob olinmaganmi? Kartoyik ishonchnoma bilan muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing. Men vaziyatlarni ko'rib, keyingi videolarda tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying. Chunki pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha har bir o'zgarishni vaqtida bilgan odam o'z haqqini himoya qila oladi.